ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Muhterem Müslüman kıyırındaşlarımız, her kandak bir Müslüman ve ihlasmen mümin özünün Allah Subhanahu ve Taala'ga boğan yıkıllığı, Allah Subhanahu ve Taala'ga boğan muhabbeti ve hakiki samimiyetini bildirdiğin ve Allah Subhanahu ve Taala'nın muhabbetige ve Allah Subhanahu ve Taala'nın hakiki yaxşı görüp o Müslümanın kılgan barlık yaxşılıklarını kabul kılışıga ve o Müslüman Allah Subhanahu ve Taala'ya has, Allah Subhanahu ve Taala'nın hakiki yakın ihlasmen mümin bendilerinin buluşuga her bir mümin daim maksat kılıdı ve bunu yaxşı görüdü. Çünkü her kandak bir Müslüman keç gündüz oylaydığını Allah Subhanahu ve Taala meni yaxşı görse, meni Allah Subhanahu ve Taala'nı yaxşı görsem, Allah Subhanahu ve Taala meni yaxşı görüdüğün ve Allah Taala has boğan kişiden bolsam dep şunu daim nişan kılıdı ve şundak buluşnu hakiki faxrlik yaxşı amel dep itiqad kılıdı. Şunun için Allah Subhanahu ve Taala bizni özünü yaxşı görüdüğün ve Allah Subhanahu ve Taala'ga hakiki yıkıllık kılıdığın, Allah Taala'ga samimi könlümüzün hakiki tigidin Allah'a sığınıp durup muhabbet ve dostluk izhar kılıdığın en mühim ameldin birinin huşu, yani Allah Subhanahu ve Taala'dan eyminiş, Allah Subhanahu ve Taala'dan hakiki korkup ve rahmetini ümit kıp durup Allah Subhanahu ve Taala'ga dostluk izhar kılış ve könlümüzün Allah Taala'ga teskin tepip aram bakış halette Allah Subhanahu ve Taala'ga bağlanışı. Nima üçün her kandak bir Müslüman Allah Subhanahu ve Taala'ga hakiki bağlanışını, hakiki Allah Subhanahu ve Taala'nın muhabbetiga erişip Allah'ın yardımıga erişishga layık buladigan, kalbi Allah'a teskin tapkan, Allah'a mensup, hususi Allah'a yakın Müslüman buluşunu yaxşı görüdü. Çünkü mesela bu misal nihayet addi bolsumu, bir hocayının kolunda işleyen bir adam öz hocayınıga yakın buluşunu, hocayınıga dost ve hemkarlaşıcı buluşunu, hocayının dostluğu ve hemkarlaşıga erişini yaxşı görüdü. Çünkü hocayının dostluğu erişken her kandak bir hadim, hizmetçi özünün maksat ve gayelerine yetişte hocayının küçü bilen yardım hasıl kılıdı. Ya ki bire vazifeden kaldırılış, maaşının tevelletilişi, ya ki mensibidin ayrılıp qilish va shundaqla
ailesi özünün turmuşiga igi bulanmaslıqdan ansirgan har qandaq bir ishda şirket başlığı yoki mudiri yoki xo'jayinining qo'llashiga, do'stlikqa erishib olsa, u o'zining turmushiga, o'ziningki xizmatiga ma'lum darajada ishonchiga ega bo'la oladi. Shuning uchun har qandaq bir xodim xo'jayinining do'stligini qo'lga keltirish uchun yaqinlik va uningga do'stlik va samimiyat izhor qiladigan yaxshi ishlarni qilishga tirishchanlik qiladi. Biz Allah Taalaga haqiqiy ixlosman bir qul bo'lganligimiz bilan Allah Subhanahu va Taalaning bizga qarta do'stligini, mehri shafqatini bizni haqiqiy yaxshi ko'rib, bizga yordam va har qandaq bir ishda muvaffaqiyat berishini Allah Subhanahu va Taaladan izlaydigan bo'lsak, Allah Subhanahu va Taaladan erishmoqchi bo'lgan bo'lsak, biz Allah Subhanahu va Taalaga Allah bizni haqiqiy yaxshi ko'rgidek, Allah bizga ko'rsatgan buyruq bo'yicha yiqilishga, Allah'ның muhabbeti do'stligini qo'lga keltirishga tirishchanlik qilsak, ana shu vaqtida bu dunyoda Allah rozi bo'ladigan yaxshi baxtdan yashay olamiz. Har qandaq bir duolarimiz, har qandaq qilgan yaxshi ishlarimiz hammasi Allah'ның savobiga erishidi va mag'firatiga erishidi va ijobatiga erishidi. Va shundaqla har qandaq bizga kelgan qiyinchilik ya musibat yoki bizning ustimizda kafir zolimlar tarafidan o'ynalayotgan, bizga üstümüzge kılınavatkan her türlü zulümler ve bizninki Müslüman kıyırımdaşlarımızga kılınavatkan, bulup Şarkı Türkistan zemininde Müslüman kıyırımdaşlarımızga kılınavatkan zulümler Allah Subhanahu ve Taala'nın yardımı bilen ve rahmeti bilen biz Allah'ını hakiki çin kalbimizden söygeçke Allah'a hakiki kalbimizde teskin tepip Allah Subhanahu ve Taala'nın bizge dostluğu, muhabbeti tushadigan yaxshi ishni bo'lg'achqa Allah bizge har qandaq bizning talaklarimizni ijobat qilish bilan musibat, qiyinchiliklarni bizdan ko'tarib o'tish bilan va bizga har qandaq bir ishda yordamchi bo'lish bilan Allah o'z rahmatini yog'dirdi. Shuning uchun har qandaq bir musulmon ve aklı hushyor bir mümin Allah Subhanahu ve Taala'ga yaqinchilik qilishni, Allah'a xos musulmonlardan bo'lishni, Allah Subhanahu ve Taala'nın do'stligini, Allah Subhanahu ve Taala'nın himoyasini qo'lga keltiradigan mushu maqsad va g'oyaga tirishidi. Chunki o mümin mushu maqsadga yetsa, dunyoda Allah'ның himoyasi ishida her qandaq bir yaxshilik onunga kelgan Allah'ның rahmeti buludu. Her qandaq bir qiyinchilik ya musibatda Allah onunga yordam qiladi ve ajri savob ato qiladi ve onu pishiqlab, onu haqiqiy tavlab solih taqvodorlarga yetakchi bo'lgan rahbar ve yo'lboshchi islom rahbarlaridan qilib Allah Subhanahu ve Taala yetishtirib chiqadi. Xuddi İbrahim aleyhissalatu vesselam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İsa aleyhissalatu vesselamlarni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den tartib barliq salihlarni, sahabilarni Allah Subhanahu ve Taala tavlab yetishtirgandek, ularni hayotning har xil qismatlarida o'z rahmati bilan ularni haqiqiy o'ziga xos bir islomiy qo'shin qilib Allah'a haqiqiy bağlangan, Allah'tan hakiki aymingen bir Allah Subhanahu ve Taala'nın koşunu, Allah Subhanahu ve Taala'nın ihlasmen kulları kılıp Allah Subhanahu ve Taala kurup çıkıdı.
Şu Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de Sıbgatallahi sabagan nase aleyha. Mana bu Allah'ın çürgen İslam nuru bilen yiteklep, terbiyelep rang berişi kişilerini Allah Subhanahu ve Taala mana şu İslam ruhi Allah'a has boğan koşun, Allah'a has boğan kul, Allah'a has boğan Allah ularga igi bulup ularning işini yiteklep mangan Allah'ның programmasi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin yoluriki sünnetleri programmasi bilen iş kılıdığan mana şunda kurulma Allah kurup çıkan kurulma diyen. Şunun üçün biz hakiki ihlasmen Allah'a yakın, Allah'a dost, Allah bizni yaxshi ko'radigan kul bo'lishni tanlasak, bu dunyodami Allohning yordamiga erishimiz, oxiratdami mangulik azob do'zaxdan qutulish bilan birga Allah Subhanahu va Taala oldidagi Allohning darajasi yuqori bo'lgan solih bandalari, siddiqlar, shahidlar, ixlosman solih qullar erishgan yuqori darajaga Allohning rahmati bilan erishimiz. Mana şu yuqori darajaga erishtiradigan Allohga bizni haqiqiy do'st va yaqin qiladigan eng muhim omildan birisi Allohga xushu bilan Allah Taalaga haqiqiy ayminib turib o'zimizning Allah oldida ojizona bir qul ekanligimizni e'tirof qilib turib o'zimizningki Allah Subhanahu ve Taala oldidagi jinoyat va qilmishlarimizni haqiqiy tunib turib Allah'ning azamat, qudrat, haybatlarini ko'zimizda ko'rgandek osmon va zamindagi va bizdagi va hayotlikdagi va butkul dunyodagi qo'ygan va o'tmish tarixdagi Allah Taalaning barliq mu'jizelaridan ibrat alish bilan ulug' Allah oldida o'zimizningki eng aciz bir kul ekanligini his qilib turib Allah Subhanahu ve Taala'dan ayminib turib Allah Subhanahu ve Taala'ga qulchilik qilish. Shuning uchun Allah Subhanahu ve Taala'ga ayminib xushu xuzu bilan qulchilik qilish, mushu xushu xuzu bilan qulchilik qilishning eng namunasi biz Allah Subhanahu ve Taala'ga kunda 5 qitim o'qiydigan 5 vaqt namozda alahidi gavdirildi. Şunun için Allah Subhanahu ve Taala dedi ki: "Kad aflahal mu'minun ellezina hum fi salatihim khashi'un vellezina hum anil lagwi mu'ridun." Hakikaten nicatlıkka erişti. Namazlarında Allah Subhanahu ve Taala'dan eymingenlikten Allah Subhanahu ve Taala'ga kalbinin tigidin sadık bulup, aran bahş bulup, Allah Subhanahu ve Taala'ga hakiki özünün kul ekanligini aşkar kılıp, özünü tüven tutup, Allah'a huşu bilen namaz okuyuşlar ki, ular her kandak bir namazdan yüz öğretidigan Allah'a samimi huşu ve huzu bilen kalbinin tigidin Allah'a samimi ihlasmanlik bilen namaz okuştun yüz öğretidigan her kandak bir lagvadın yüz örgüçler şirik ve onun her türleri küfrü maddığı çokunuş özgü çoğun tatış ve şundakla hazırkı zamanının özüne bir ön kılıvagan zalim cahil kafir reisleri okşaş zalim kafir reislerini kattı bilmezlik fakat korkuşni eyminişni Allah Teala'ga halis kılış kalbinin, vücudunun, ruhinin bütkül his duygusunun hemmisini Allah Subhanahu ve Teala'ga teslim kılıp Allah Subhanahu ve Teala'dilla eyminiştin ibaret boğan mana şundak Allah'a ihlasmen kulçuluk kılıdığan iştin yüz örüp koyduğan
tosalgı bolup kalıdığan her kandak bir şehvani menfaat, şehvetperestlik, her türlük insanını azdırdıgan hissiyatlar, azgın fikirler ve izitkiler ve insanın aklı, fikri, ruhini Allah'a bağlanıştın kaşılık koyduğun her kandak hazırkı zamandaki lağvı dep atalgan şahvani film, şahvani resim, şahvani muzika, şahvani her türlük gepsüz ve şerket ve her türlük teşvikatladın yüz örüp fakat Allah kıla ihlasmen boğan, Allah kıla halis boğan, Allah'tan eyminip durup Allah'a ibadet kılıp namazı koyduğun mana şundak müminler nicatlıkka eriştirdi. Kıyırındaşlarımız Allah Subhanahu ve Teala Allah'a ihlasmen kul bulup Allah'tan eyminip Allah'a arambeş halette namaz okuşka, kulçılık kılışka tosalga buluduğun iş ne? Her kandak bir lağvıdın, hissiyat, nefsi haiştin yüz öğreyende kığılı buluduğanlıkını bildirüş. Arkalık nefsi haişka, hissiyatka, şehvetke birliş bilen onun keyinin kirip gitip tükkül vücudunun şehvet ve nefsi haişinin kulu buluşu din ibaret yaman psikikinin Allah'a samimi eyminip durup namaz okuşka dahil tariz yetküzdüğanlıkını Allahu Ekber dep Allah'ın kattılıkını isimizge ep durup Allah aldı da kul ikenlikimizni, acizlikimizni bilip durup namaz okuyan vaktimizde ruku ve secde ve kıyam ve teşehhütte oldurup Allah Subhanahu ve Teala'ga bir Allah'tan başka yok. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisi. Men fakat yalğız Allah kılacak onu men. Dep şehadet kelimesini eytip ruku, secde ve kıyam her bir namazın şartlarını Allah'a sevmelik bilen orundap turduğan muş yaxşılıkka, muş ibadetke tesir köstüdüğün işinin en yamalları nefsi hahiş ikenlikini, nefsi hahiş şehvet hissiyatı kul buluştun ibaret boğan vücudu, fikrini ve kalbini igellep ketken her kandak istiyorga, üzüt kula Allah'a yüzünüp huşu bilen namaz okuyan vaktimizde bizning aldımızga her xil tosalgıla, her xil üzüt kula, her xil suret ve şekillerini silish arkalık Allah'a en yıkın bulduğun namazımızı huşu bilen okuştun mana şu her türlük şehvet hissiyatları tosap koyduğanlığa Allah Subhanahu ve Teala alahide agahlandırdı. Şunun için kıyırındaşırımız Allah'a hakiki ihlasmen kul bulup sami Allah'a yakın bulumuz, Allah'ın dostluğunu kolunu keltirimiz desek Allah'a en yakın bulduğun ruku, Allah'a en yakın bulduğun Allah'a secde kıldığın secdemiz, kıyamımız, Allah'a hakiki barlık işimizni töküp Allah Teala'dan rahmet dileydiğin teşehhüd ve barlık namazdan ibaret ibadetlerimizde fakat huşukka ehemmiyet birişimiz lazım. Çünkü huşuk Adem'de ruhunun onu da okşaydı. Adem cisim kurulma bulup onun da ruh bulmasa onu kamil bir insan digili bulmagandek her kandak bir Allah'a kulçuluk kılıp namaz okuğuçu meyli kişilerinin etrafıda bolsun ya kündüzlerinin etrafıda bolsun ya ki Allah kandak bir Allah onu çağırıp
azan o'qilib namoz o'qilgan vaqtida u Allohga Allohu akbar deb shu namoz bilan shuru qilgan shu namoz ishida u namozi Allohga ayminish xushu bilan bo'lmaydi ekan, xuddi ruhdan ayrilgan badan qurilishiga o'xshash sap komil namoz bo'lmaydi. Shuning uchun qarindoshlarimiz biz Alloh subhanahu va taologa ixlosmanlik bilan, xushu bilan Alloh subhanahu va taoloni esimizga elib, Alloh subhanahu va taolo oldida o'zimizning qul ekanligini tunib, Alloh subhanahu va taoloning jannatiga erishishni maqsad qilib, do'zaxdan yiroq turishni maqsad qilib, shirk va riyoning har turli ko'rinishidan yiroq turishni maqsad qilib, nafsi xohishimizga birlashdan nafsimizni poklashni maqsad qilib, qalbimizning Alloh subhanahu va taoloning muhabbatiga, Alloh subhanahu va taoloning iymon nuriga ochilishni maqsad qilib, dushman inson va jinning shaytonlarining har turli tashviqoti bo'libmi Xitoy kommunistlaridek tajovuzlarning bizni chet ellargacha vatan ishida har xil joylarda bizga kech kunduz bizning qarindoshlarimizni va bizni keynimizdan qo'g'lab o'ltirishi, tutishi, so'lishi, jazo lagerlarida yo'q qilish va jamiyatlarda har qanday huquqimizdan mahrum qilib, dinimiz va hayotimiz va amaliy huquqlarimizdan ayirish bilan bizni yo'q qilish, tirishchanlik qilishi va chet ellarga qo'g'lab chiqib aramizga fitna silib, bizni chet ellardagi davlatlarga sat ko'rsatib, chet ellarda bizning turmushimizga, bizningki erkinlik xizmatimizni va bizning diniy erkinligimizni va ozodligimizni qo'lga keltirish uchun qildigan tirishchanliklarimiz va bizning amaliy hayotimizga doim ziyon solib to'sqinlik qilayotgan mana shu kofirlarning har qanday bir bizga tashvish solgan fitnasidan, qo'rqinchisidan va vasvasasidan qutulaman deydi ekanmiz. Mana shularning hammasidan qutulish qalbimizning Alloh subhanahu va taologa ixlosman qul bo'lish bilan birga Alloh taologa uzilib turib xushu bilan namoz o'qish. Shuna Alloh taolo Qur'oni Karimda va tabattal ilayhi tabtila. Sen Alloh subhanahu va taologa haqiqiy turda, haqiqiy Allohga mansub bo'lishda uzilgin. Ya'ni dunyodagi har turli qo'rqincha, vasvasa, har turli dünya insonlarini chirmilib olgan, dünya insonlarini yo'g'ib olgan, dünya insonlarini qo'rishib olgan fitnalar va ko'ngil oromsizligi, beoromchilik hammasidan ayrilgan, Allohga haqiqiy qalbimiz taskin topgan, Allohga haqiqiy bag'ishlangan holatda Alloh subhanahu va taoloning sana tushirgan vahiylariga, sana tushirgan nurlariga, iymon hidoyatlariga qalbingni ichib turib Allohga uzilgin degan mush oyatga hammamiz amal qilishimiz, Allohga qilgan ibodatimizda haqiqiy xushu bilan ibodat qilishimiz, bo'libmi o'qigan namozimizda haqiqiy Alloh taolodan qo'rqib, ayminish bilan namoz o'qishimiz lozim. Dünya insonlariga agar musulmonlarga, mu'minlarga berilgan kunda 5 qitim Alloh subhanahu va taologa 5 vaqt namozda va har qanday bir Allohga qiladigan ibodatlarda qalbi xushu, huzur bilan taskin turib Alloh bilan do'stlashadigan, Allohga haqiqiy ko'ngli orom baxsh bo'lib, Alloh uningga qiladigan rahmatini o'ylaganlikdan har qanday bir ko'ngilsizlik, dard alamlar va har xil ishqlardan üzülgen holatda ve her xil şeytanın üzütqilari ve vesveselerinden ve dünyanın fitneleri ve üzütqilaridan üzülgen holatda Allah'a ayrılıp durup Allah'ın dostluğu, meri şefkatiga erişidigan mana şundaq minutlar şu insanlarga berildigan bo'lsa edi,
o insanlar, dünya insanları özüne naiti aram bakış, naiti özünü baxtlik his qilgan bo'ladi. Amma bunda Allah Taalaga bağlanıp kalbinin Allah'a teskim tapadigan, huzurlanıp Allah bilen hakiki dostlaşadigan huşukdan ibaret bu rahmet Allah'a hakiki hiç qandaq narsani şirk keltirmey kül kainatdaki her bir kudret namollarından yalğız ekanligi aşkara bo'lgan ulug' Allah'a bağlangan ve Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni hakiki Allah'ın elçisi deb tanıgan, hakiki sap imanını özünün dünya ve ahiretlik baxtı deb tanıgan ihlasman mu'minlarga Allah bergen soğat. Ama bu soğatның qadriga yetmegenligimiz tüpeylidin biz her xil üzüt kula, her xil hevesle, her xil insan ve cinnin korkunçları ve fitneleri bizge ta'sir qiladigan, özümüzge hakiki yaxshi birilgan fursatdan ibaret Allah'a ko'nglimiz sadoqatman bulup Allah bilen hakiki sirdishib Allah'ның dostluğuna, Allah'ның ki iyi buluşuğa, Allah'ның mihriga, Allah'ның hakiki rahmetiga erişadigan mana şu namazdaki huşu ve her qandaq ibadetdeki huşu ve teskin tepşiqa biz ehmiyet berişimiz az bo'layotganlikdan bizni inson ve jinning şeytanlarının vasvasalari doim qo'ysha bo'latadi. Şuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muavvezetayn surelerini köp okuttu. Nemişqa? İnsan ve cinnin şeytanlarının fitnesinden saklanish uchun. Şuna Allah subhanahu ve taala muşu Muavvezetayn suresinin Nas suresida "Ellezî yuvesvisu fi sudurin nâsi minel cinneti ven nâs." İnsanlar ve cinlerden ibaret halayıkның köngelleriga vesvese saladigan şeytandan Allah subhanahu ve taala insanlarning parvardigori Allah subhanahu ve taala bilan panah so'rayman deganda Allah subhanahu ve taala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemga shunday qilib ketgan. Şuna biz mana bu insan ve jinning şeytanlarının fitnelerinden Allah'a sığınıp daim panah so'rashimiz hem shundaqla Allah panahlık beradigan insan ve jinning şeytanları kaçıp gitadigan, xannas bo'lgan Allah assanganda, Allah'a huşuk bilen çoqonganımızda, Allah huşuk bilen hakiki qulchilik qilganimizda yiroq turadigan mushu Allah'a hakiki huşuk, huzur bilen aram baş ve kalbimizin sadaqatmanligi bilen fikrimiz, vücudimizni Allah'a bo'lgan hakiki qulchilik egallagan asosda huşuk bilen ibadet qilishga, qulchilik qilishga ehmiyet versek o vakti biz insan ve cinnin şeytanlarının iz quluridan hem qutulalaymiz. Allah subhanahu ve taala bizni mana şu huşuqqa ehmiyet berishga alohida ko'ngil bo'lishimiz uchun yana bir oyatda Estaizu billah Maun suresida "Fawaylul lil musallin allazina hum an salatihim sahun وَالَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ." Namazlarda Allah subhanahu ve taala'nı esleştin gafil. Namazın vaktlerini esleştin gafil. Allah'ın ayetlerinin manalarını esleştin gafil okuydu Allah'a. Ve okkan namazıdır, yakıp namaz okuydu Allah'a. Allah'ın azabı olsun degen. Şunun için kayrandaşlarımız biz hakiki Allah'a huşuk bilen, huzur bilen aram baxish qulchilik qilishlardan bo'lishga tirishchanlik qilishimiz lozim. Allah subhanahu va taolaga xushu' bilan, huzur bilan qulchilik qilishga tirishchanlik qilishimiz lozim bo'lganlik tufaylidan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deganki, insonlarning eng yomoni namozini o'g'irlab ketadigan o'g'ir. Qanda o'g'ir namozning rukusini to'liq ado qilmaydi, sajdasini to'liq ado qilmaydi. Bu hadisni Tibrani rivoyat qilgan va Albani sahih degan. Demak, biz
namazda namazga kirishdan burun namazga aldirab, namaz bo'lgan vaqtida yana bir ishqa o'zimizning bir ko'ngillarida qilib olsam bo'tdi deb qarab qolgan bir ishqa yoki shayton aldiratgan yoki inson va jinning shaytonlari tashvis solgan bir ishqa aldirab ketib namozni xushu bilan o'qiy olmaslikdan o'zimizni saqlashimiz kerak. Chunki biz namoz o'qiyotgan vaqtimizda butkul koinot qo'lida bo'lgan Estağfirullah. Tebarakallazi biyadihil mulk ve huve ala kulli şeyin kadir. Butkul igdarçılık qo'lda bo'lgan Allah subhanahu wa ta'ala katta bo'ldi. O Allah her narsaga qodirdir. Ya'ni har qandaq bir şeyga kuchi degan, bizning kuchimiz yetmaydigan qandaq ish bo'lsa, uni qilib turadigan, uni Allohning oldi turgan ekanmiz. Biz har qandaq o'ylagan ve qilmoqchi bo'lgan yoki yetenmay qolgan arzu maqsadimiz yoki uningdan qo'rqadigan har qanday ishimiz hammasiga Allah subhanahu wa taala o'z egi bo'ladi. Shuning uchun mushu namozda alohida Allohga xushu bilan o'qishimiz kerak va xushuni saqlab qoladigan har qanday bir sabablarga ahamiyat berishimiz kerak. Xushuni namazda cheklab qo'ydigan omillarning yana birisi jamoatni tashlash. Biz Alloh taolaga ixlosman, xushu bilan cho'qinimiz, qulchilik qilamiz, xushu bilan namoz o'qiymiz deydiganmiz. Avvalan yuqorqidek fikrimiz, ruhimizni, vujudimizni Allohga bag'ishlashimiz hem ikkinchi qilib xushuqdan tusab qo'ydigan amaliy har qanday bir ishladimmi, amaliy ziyon soladigan ishladimmi yiroq turishimiz lozim. U amaliy ziyon soladigan ishlarning birisi jamoatni tashlash. Uyda yolg'iz jamoatni tashlash orqali namoz o'qishga davom qilishmi, xushuq bilan namoz o'qishdan bizni cheklab qo'ydi. Masalan, hatta bir namozga shuruq qilib, namozning rak'atlarini qancha rak'at o'qiganligini yoki sayda qilmaganligini, masalan, shuningdek namozni o'qib bo'lgandan keyin qanday o'qiganligi, qaysi oyatlarni o'qiganligi har birsida ikkilanib qoladigan omillarning bo'lishi. Yalğuz namaz o'qishda xushu bilan namoz o'qish bo'libmi farz ekan vaqtida jamoat bilan namoz o'qiganlikdan xushu bilan namoz o'qish tuvan bo'lib qoladi. Shuning uchun jamoat bilan namoz o'qishga ahamiyat berishimiz kerak va shundaqla uyda namoz o'qigan vaqtimizdami uydagi oila tavobatlarimizni jo'g'lab 4'imiz, 5'imiz, 3'imiz bo'lib imkon bor jamoat qo'shilib o'qsak xushu bilan namoz o'qishga alohida foydasi bor. Mushu namozda Allohga haqiqiy oramdash bo'lib xushu bilan qulchilik qilishning o'zi bizni har qanday Alloh oldiki qiladigan ibodatlarimizning hammasida, masalan, da'vatimizda, dars o'qitishimizda, har qanday Alloh rozi bo'ladigan Qur'on tilovat qilishimizda va zikr tasbih aytishimizda ve şundaqla Allah yurida Allah razı bulduğan her qandaq harakat ve hizmet ve cihatlarını qilishimizda, Allah rızalık üçün Allah bergen ixtisatını chiqim qilishimizda, her qandaq bir ibadette o ibadet meyli ilmi ibadet bo'lsin, ya bedeni ibadet bo'lsin, ya fikri ibadet bo'lsin, ya iqtisadi ibadet bo'lsin, ya tilimizde zikr qiladigan zikri ibadet bo'lsin, ya tefekkür ibadeti bo'lsin, her qandaq bir qulchilikning hammasida Allah'a namazda xushu bilan ibadet qilish bizni şu ibadetlerinin her qandag'ida Allah'a samimiyat bilan ayminib turib qulchilik qilishga, ibadetimiz ve barliq qiladigan Allah oldiki mas'uliyatlarimizninki qabul bo'lishiga, qabul bo'ladigan ibodatga aylanishiga sabab va turtki bo'ladi.
Şuna namazdaki huşukka alahide ehemmiyet verişimiz lazım. İkincisi, namazdaki huşukka ehemmiyet verişten çeklep koyduğun amillarının birisi çoğun kiçik taharetinin kısıtı alganlığı. Çoğun kiçik taharet kısıtıgan vaxtida namaz okuş sunup ketmegenli bolsa durus bolsa mu? Lekin taharet bak kısıtap namaz okugan vaqtimizda imam tizroq namozni bir oyoqlashtirmadi yoki o'zi o'qigan taqdirda namoz tizroq bir tugashsam bo'ladi namozni deb namozning ruku'lari, sajdalari, tasbih zikrlari bo'lib muxshuga daxl soladigan ahvol bo'lib qoldigan bo'lsa, mana shu cho'ng tarat, kichik tarat qistab qolgan vaqtida darhol namozni o'qiyotganimizdan tahorat ilib o'qiganimiz yaxshi. U xushuqqa yordam bo'ladi. Allah Teala'ga hakiki kalbimizden sadakatmenlik veren huzur bilen namaz okuşka yardım buldu. Hem namazda huşukka dahliyet küzüp koyduğun amillarının birisi biz namaz okuvatkan orullarının bek varan çurun yukur avaz her türlük yukura gep sözler yukura avazı kılıngan her türlük varan çurunla köp boğan orundan imkan ba hali orunda okuğunumuz yaxşı. Ama imkan bolmasa kandak bir yerde namaz farz bulduken şu yerde okuğunumuz yaxşı. Lekin imkan bunu diken huzur bilen okulu bulduğun yerde okuğunumuz varan çurun yerde okuğunumuzdan yaxşı. Müslüman qeyrindaşlarımızın ki özara birisi-birimizga qiladigan eng yaxshi yordami Müslüman qeyrindaşlarımızın ki xushu bilan huzur bilan namoz o'qishiga yordamlashishimiz. Bir Müslüman qeyrindoshimiz namoz o'qiyotgan vaqtida biz varang churung gap so'z va har qanday bir namozning xushuiga ziyon soladigan ishdan özümüz aileliklerimizni to'xtatishga ahamiyat berishimiz lazım. Bulup mu? Biz mushu o'zaro bir-birimizga qeyrindoshlik yetkazishda eng qeyrindoshlikning yuqori pallasi hozirgi zamonlarda bizni namozda va har qanday bir qilayotgan ibodatimizda xushu bilan ibodat qilish xushu bilan Allah'a yaqinchilik qilishdan, xushu bilan duo qilishdan cheklab qo'yayotgan omillarning birisi mayli naqshlar bo'lsin, filmlar bo'lsin yoki har turli chalg'i asboblar bo'lsin. Ashularni namoz o'qiyotgan, ibodat qilayotgan o'rinlarda o'qib bo'g'icha to'xtab turmay bak ullik varan churun ovozda qo'yib o'tadigan. Mana bu eng namoz o'quvchilarning xushu bilan o'qishiga to'salg'i bo'ladigan omillardan birisi. Birsi-birimizga qiladigan eng yaxshi qeyrindoshlik mana shundoq xushu bilan namoz o'qishga hamkorlashishimiz uchun namoz o'qiyotganlarga nisbatan varan churun, chalg'i asbob va har turli muzikalar ve filmlerini vaqtincha pasaytishimiz, to'xtatib turishimiz bizning eng cho'ng qilgan yordamimiz va hassimiz bo'ladi. Yana eng bak namozdagi xushuqqa ziyon soladigan omillarning birisi masjidga kirgan vaqtimizda telefonlarimizning ovozlarini pasaytib atmay yoki telefonlarimizni taqib atmay namozga shuru qilib silib namazga şuru kılgan vaktimizde telefon qo'ng'iroqlari, telefon ovozlari ve telefonda her xil muzikalar jiringlaganlik tufaylidan namozdagi xushu va jamoatning xushuiga daxl yetkazish. Mana shundoq vaqtda unutib qolgan bo'lsak, darhol telefonning ovozlarini etib etishimiz, pasaytib etishimiz bizga lozim. Bo'lsa masjidda namoz o'qib bo'g'ichi bo'lgan qadar arliqda telefonning ovozini pasaytib etib kirishimiz bak yaxshi xushuqqa eng
payda etkizdiğen işlerinin birisi. Hem ehmiyet birleşikdeki iştin birisi, telefonumuzga imkan ba namazın huşuğu dahli etkizdiğen şahvani çalgılar, şahvani müziklerini, şahvani boğan insanın nefsini namazdan yüzü örtüp koyduğun nakşılarını çelinmişka, konguruğa doğrulap koymasımız lazım. Namazda ünlük avazda mescitte ana şundak bizni huşudun yüzü örtüp koyduğun avazla şahvani çalgıla yoki nakşıla, müzikla şunda alam to'g'ligan ekan, o'zimizdan boshqalarning namozlarga huşularga ta'sir etkizib qo'ydi. Ba'zi yoshlar bo'ladi, ularni shu namozni o'qib bo'lguncha shu huzuga qaytolmaydigan, ziyon soladigan ishim bo'lib qoladi. Shuning uchun telefonninki ovoziga alohida ahamiyat berishimiz kerak. Hem şundaqla namaz o'quvchilar har qandaq bir ovoz yoki muzika yoki har qandaq bir film qo'yilayotgan o'rinlarda darhol bet yoki kishilar jamoatlar to'plashib varang-churang ovoz qilishayotgan o'rinlarda yoki to'plashib suhbat qilishayotgan yerda kaplam o'zimiz shuni qilyaplam, andin boshqalar ani o'chirmidi, mani qilmidi deb boshqalarga biz bakroq gunoh atqinimizdan o'zimiz imkon bor namozni xushu bilan o'qib bo'ladigan yerda o'qishga ahamiyat berishimiz kerak. Chunki avvalan namoz va namoz ishidagi xushu o'zimizning mas'uliyati. Alloh subhanahu va taolo avvalan namozni har bir odamga xushu bilan o'qishni shu odamning o'ziga farz qilgan. Ham xushu bilan namoz o'qishga ziyon soladigan omillardan birisi namozda to'la ustinga, ostinga, ikki tarafga to'la qaraydigan mush omillar bizni xushu bilan namoz o'qishdan to'sab qo'ydi. Shunga xushu bilan namoz o'qishga to'salg'i bo'ladigan ana shundoq har tarafga qarashlardan o'zimizni saqlab qolishimiz kerak. Chunki biz Alloh oldida turyapmiz. Ham shunaqla namozdagi xushuqqa ziyon soladigan omillardan birisi vasvasa. Namozning sirtida o'ylamagan, har turli topolmagan pullarni, ololmagan pullarni, erishamagan narsalarni namozning ishida boshlab olib, namoz necha rakat o'qqanligini uqmay chiqib ketadigan har xil havas va istuyg'ular va har xil xiyollarni namozning sirtidan o'zimizga ta'sir yetkazib, undan keyin namozning ishi kirib ketguncha vasvasiga berilib ketadigan shundoq vasvasalardan o'zimizni saqlab qolishimiz lozim. Ham xushuqqa ahamiyat berimiz deydiganmiz, to'la harakatdan o'zimizni saqlab qolishimiz lozim. Kiyimlarimizni to'la o'ngshaydigan, kiyimlarimizning iyabiyalarini to'la chigib qo'llarimizga kiyimlarimiz bilan o'ynab o'ltirdigan shundoq omillardan bo'libmi kiyimlarimizninki qirlari, dazmollari buzib ketarmiki deb ruku, sayda, qiyom va har xil namozninki rukunlaridami nihoyatda xushu bilan o'qishdan yiroq turadigan mana shundoq kibriga sabab bo'lib qoladigan omillardan ham o'zimizni saqlashimiz, namozni xushu bilan o'qishga yordam beradi. Chunki xushu bilan o'qigan vaqtimizda bizdagi har qanday bir o'zimizning ruhi, aqli, fikri, vujudi, kim kichki hammasi Allohga sayda qiladi, Allohga hurmat bildiradi. Alloh oldida biz faqat o'zimizning jismoniyati, hayotidagi har bir ishni unutib, Alloh oldidagi qulchilikni, Allohga haqiqiy sodiq ekanligimizni bilan o'ylab, Allohga haqiqiy qalbimiz orom bash bo'lib turib, Allohdan qo'rqib, rahmatini umid qilib, xushu bilan Allohga ibodat qilsak, ana shu vaqtida bizning qilgan ibodatimiz haqiqiy Alloh qabul qiladigan ibodat bo'ladi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ihson degan nima deb so'ralgan vaqtda ka'annaka tarahu
fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sen Allah subhanahu va taolaga Allah subhanahu va taolani ko'rgandek qulchilik qilishing lozim. Sen Allah subhanahu va taolani ko'rmasanmi, Allah subhanahu va taolasini ko'rib turdi degan. Şuna amal, ibodat, qulchilikdiki, bulup bulamazdiki en yuqori palla Allah subhanahu va taolaga qalbimizning tigidin sammitimiz bilan Allah bizni ko'rib turdi degan asosda har qandaq bir hayotlikdagi barliq vasvasalarni unutib Allohga sevmi, Allohga ko'rgandek qulchilik qilishimiz mana bu haqiqiy xushu, haqiqiy huzu. Hamshidaqlar xushu, huzuqqa daxl yetkizib qo'ydigan omillarning birisi Allah subhanahu va taala bizga tushirgan vahiy ilohiy Qur'oni Karimning oyatlarini namozda o'qishni Allah bizga buyurgan. Sizlar Qur'oni Karimdan oson bo'lgan suralarni o'qinglar deb. Undaq bo'lgan ekan biz o'qigan shu Qur'oni Karim oyatlaridan Allah'ның sözünün ma'nolarini, maqsadlarini, mazmunlarini o'ylab, tadbir qilib, fikr qilib, tadabbur qilib o'qimaslikmi? Xushu huzuga eng ziyon soladi. Ruku, sayda, qiyom, tashahhud, at-tahiyyatda o'ltirish har bir o'qigan duolarimizninki ma'no, maqsad, mazmunlarini bilmay o'qiganligimizning o'zimi eng cho'ng bizning xushu huzurda Allohga samimiy qulchilik qilishimizga to'sqinlik bo'lib qoladi. Shuning uchun hozirgi davrda Qur'oni Karim Uyg'urchaga tarjima qilindi. Shuning uchun ustozlar, ulamolar va har turli Qur'oni Karimning ma'nosini biladigan barliq yo'lboshchilarimiz, yetakchilarimiz Qur'oni Karimning tafsir, mazmun, maqsadlarini xalqimizga ügütüşü, düşendirişi, ula o'qigan namazlarda Allah ve onun isim sıfatları tilga alınsa, Allah'ın azimet kudretlerini o'ylaydigan, Allah subhanahu ve taola'nın cennet ve do'zax oyatları tilga alınsa, Allah'ın cennetiga talmurib do'zaxdan qo'rqadigan, Allah subhanahu ve taola'nın asman ve zeminde qo'ygan kudreti ilahileri, mo'jizlari o'qilgan oyatlar okulsa Kur'an ularga bir ayet bulup, asman ve zemindeki Allah koygan kudretler bir ayet bulup, ularning qalblarini iman nuriga açıdığan, fikir yoluga açıdığan, Allah'ın azimet kudretini haqiqiy tunuydigan, Allah'ı xushu bilan ibadet kılıp qulchilik qiladigan, Allah dilni qo'rqadigan, Allah qila o'zini bag'ishlaydigan ixlosman qul bo'lishga ulamolar, ustozlar yetaklishi lozim. Hem shundaqla Qur'oni Karimning Uyg'ur tarjimalaridan şu namaz o'quvchi qarindoshlarimiz o'qiydigan sura va oyatlarning, bularni sura Fatiha'ning ma'nolarini kunda o'qiydigan, takrar o'qiydigan Fatiha surasining va boshqa o'zi namozda o'qiydigan suralarning ma'nolarini Uyg'urcha Qur'oni Karimdan yodoldirib o'tishimiz lozim. Hem her birisimiz yodlashimiz lozim. Ana shunday qilgan vaqtimizda xushu huzu bilan namoz o'qilib bo'ladi. Ham xushu huzu bilan namoz o'qishga to'salg'i bo'ladigan ishlarning birisi ustoz, imom, masjidningki yoki uydagi imomlarning oyatlarni baktiz o'qib o'tishi. Xushu huzu bilan o'zimi oyatlarga ahamiyat bermaski va keyingilarni uning ma'nolarini o'ylab xushu bilan o'qay deganga fursat bo'lmas tufaylidan namozning tiz o'qilib ketishimi, oyatlarning tiz o'qilib ketishimi va yolg'iz o'qqanda bo'lsin, har qanday vaqtda bo'lsin tiz o'qilib ketishimi xushu huzu bilan namoz o'qishga daxl yetkazib qo'ydi. Shunga namozni tamkinlik bilan, xushu huzu bilan o'qishga ahamiyat berishimiz lozim. Ham xushu huzu bilan namoz o'qishga ziyon soladigan omillarning birisi taratni yaxshi olmaslik. Tarat olgan vaqtimizda taratni tartib bilan komil olmay namozga kirsak, kirib bo'g'icha taratni faloniyani yumay qoldimmi, chala qoldimmi degan tashvishlar tufayli biz namozni xushu bilan o'qolmay qolamiz. Ham shundaqla namozdagi
xushu huzuqqa daxli soladigan eng yomon omillarning birisi bizningki bo'sh vaqtlarimizda sog'lom, yaxshi bo'lgan ishlar bilan shug'ullanmay, bizni Alloh taolaga haqiqiy samimiy bo'ladigan va o'zimizningki dunyo va oxiratlik foyda bo'ladigan ishlarga sabab bo'ladigan ishlar bilan shug'ullanmasdan, balki o'zimizni buhuda baka ishlarga to'la baka buhuda ishlarga aralashtirib o'tish, buhuda va baka ishlarini qul qilib qo'yishmi bizni namoz o'qigan vaqtimizda xushu bilan, huzu bilan namoz o'qishimizga to'sqinlik bo'lib qoladi. Chunki biz namozga kirgan vaqtimizda qalbimiz quruq, kallamiz quruq, fikrimiz quruq, butkul hayotlikda biz Alloh bizga bergan vaqtlardan Allohning qudratlari borasida, Alloh rozi bo'lgan har qanday yaxshi ishlar borasida, musulmon ummatining g'imi borasida, o'zimizningki kelgusi borasida, o'zimizning avlodi ahlininki baxti borasida, o'zimizning Allohga bo'lgan qulchilikni samimiy qilish borasida tafakkur qilmay, muhim bo'lmagan ishlarda o'zimizni bekor qilayotganligimiz tufaylidan biz namoz o'qigan vaqtimizda kallamiz, aqlimizni ma'lum maqsad g'oyaga markazlashtirolmaganligimiz tufaylidan biz xushu bilan namoz o'qimaymiz. Shunga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astaizu billah, bismillah va idza sami'ul lagwa a'radu anhu, qachon ular bihuda ishlar va bihuda amallarni anglasa, u bihuda ish, bihuda amallardan yuz o'ridi. Ular deyki, bizga bizning amallarimiz va sizlarga sizlarning amallaringlar, sizlarga salomatchilik bo'lsin, biz johillar qilgan ishni qilishni talab qilmaymiz deydi deb sura Qasasda shunday degan. Yana Alloh subhanahu va taolo deganki, va iza marru bil lagwi marru kirama, sura Furqon 72-oyat. Qachon ular bihuda ishlar qilishdan o'tsa, isil holatda o'tib ketadi degan. Shunga biz mush hayotimizda to'la o'zimizni kashila qiladigan, fikrimizni kashila qiladigan, xiyolimizni kashila qiladigan, masalan, beka qilsak, to'g'ri bir fikr, to'g'ri bo'lgan so'z, to'g'ri bo'lgan munosabat, to'g'ri bo'lgan suhbat, to'g'ri bo'lgan bir yaxshi ish ya tasbih, zikri, Allohni rozi qiladigan bir yaxshi ishda bo'lmay, telefon, kompyuter, internet va o'zaro muomalarimizdagi har xil bo'lib hozirgi zamonlarda kech kunduzlab o'ylanayotgan o'yinlarga har xil bizni kashil qilib qo'ydigan eng yomoni bo'libmi yoshlarni fitnaga soladigan har turli shahvat filmlari va har turli shahvat chalg'u asboblari va har qanday bir mu'min musulmonlarni kech kunduz fitnadan chiqolmaydigan, o'zaro birsining ko'yillan bo'lib, birsiga ziyon solish, birsining keyinda g'aybat shikoyat qilish, hasad qilish, dushmanlik derish, o'chmanlik ilish, birsiga darhol keynida tuhmat va gap tarqitishdan iborat bo'lgan mana shunday har qanday bir fitnaxo'rlikdan biz yiroq turgan vaqtimizda andin haqiqiy xushu bilan, huzu bilan Alloh subhanahu va taologa sodiq, samimiy qulchilik qila olamiz. Chunki Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq degan: namoz o'zi bir o'lchinib o'qiladigan, bir taroziga qo'yiladigan bir ibodat. Kimiki mushu namozni o'lcham taroziga uyg'un o'qsa, xushu bilan, huzu bilan, rukunlari bilan joyida o'qsa, to'liq ado qilgan bo'ldi. Kimiki jing tarozi o'lchamda kam qilgandek namozning xushu huzuqlari, namozning rukunlariga yetarsilik qilsa, kam qilib namoz o'qigan bo'ldi deb turib, bu to'g'riliq Alloh taolo mundaq degan deb bunu oyatni dalil qildi. Astagfiru billah, vaylul lil mutaffifin. Allohning azobi jing tarozida kam qilganlarga bo'ladi. Ya'ni mushu namozning o'lchamlarini kam qilganlar Alloh taolo oldiki jing tarozini, o'lchamni kam qilganlar qatorida bo'ladi deganlik bo'ladi deganga ishorat qilgan.
Her birisimizni Allah Subhanahu ve Taalaga samimi hushu huzur bilan qulchilik qilgan, haqiqiy Allah Subhanahu ve Taala'nın muhabbeti, dostluğu erişken ihlasman mu'min qullardan bo'lgan nisb bo'lsin. Ana ashundaq Allohga haqiqiy hushu huzur bilan qulchilik qilib, Allohga xos mu'min qullardan bo'lgan vaqtimizda Allah bizni yaxshi ko'radigan har qandaq bir yaxshi ishda hayotimiz, iqtisodimiz va barliq kuch-quvvatimizni berishdan hargiz chekinmaydigan solih mu'minlardan bo'laymiz, fidokor muxlislardan bo'laymiz. Ham Allah Subhanahu va Taala bizni yaxshi ko'radigan, Allah bizga ega bo'ladigan, duolarimizni ijobat qiladigan, hozirgidek Xitoy kommunistlarining qulluqi, zulmi, tajovuzchiligi, yomonligidan dünya musulmonlari bo'lsa, har turli zolim kofirlarning yomonligidan qutuladigan eng yaxshi Allah'ның yardımıga erişadigan ixlasman qullardan bo'lishga ega bo'laymiz. Hasbunallohu va ni'mal vakil, ni'mal mavla va ni'man nasir. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.